Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi o'chirimimiz aqlingizdagi inson uchun o'chirim qilamiz. Aqlingizdagi inson sizni o'ylayaptimi? Yaxshi ko'ryaptimi? Sizga nisbatan tuyg'ulari bormi? Hozirgi holati aqlingizdagi insonni ko'rib chiqamiz va sizni o'ylayaptimi? Sog'indimi? Shu haqida o'chirim qilamiz. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim, shifoli o'chirim bo'lsin. Unda ikkita variant qilamiz. Variantlardan yoqqanini o'zingiz uchun tanlang. Unda boshladik. Aqlingizdagi inson sizni yaxshi ko'ryaptimi? Sizga nisbatan tuyg'ulari bormi? Yaxshi ko'rishi bormi? Va aqlingizdagi insonni hozirgi paytdagi holati. Birinchi variantni aqlidagi insoni, ikkinchi variantni aqlidagi insonini hozirgi paytdagi holatini ko'rib chiqamiz. Birinchi va kartalardan tanlab bo'lgan bo'lsangiz, birinchi variant, ikkinchi variant. Aqlingizdagi insonni birinchi variant hozirgi paytdagi holati qanaqa holatda degan savolimizga, hozirgi paytda aqlingizdagi inson o'zi yolg'iz, ko'ngliga hech narsa sig'mayapti, o'zi bilan o'zi qolgisi kelyapti, qandaydir hayotdan zerikkan, charchagan odamlarga o'xshab qolgan bu. Uyida kimnidir betob bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu insonni qalbida ozgina siqilishlari bor va bu hozirgi holati siqilgan, tushkunlikka tushgan holatda turibdi aqlingizdagi inson. Ikkinchi variantni aqlidagi insonini hozirgi holati qanaqa holatda degan savolimizga, aqlingizdagi insonni hozirgi holati nimanidir kutishda o'tiribdi, nimanidir kutyapti. Yo sizni yozishingizni yoki telefon qo'ng'iroqlaringizni kutayotgan bo'lishi mumkin, yoki kimdandir pul kutayotgan bo'lishi mumkin. Aqlingizdagi insonni hozirgi holati kutishdaligini ko'rsatyapti kartalarimiz. Va sizni sog'inyaptimi? Aqlingizdagi inson sizni sog'inyaptimi? Aqlingizdagi inson sizni sog'indimi? Birinchi variant, aqlingizdagi inson sizni sog'indimikin? Va ikkinchi variant, sizni sog'indimi? Aqlingizdagi inson sizni sog'indimi degan savolimizga, munosabatlar ozgina uzilishda, pauzada, to'xtashda turgan bo'lishi mumkin, lekin sizni o'ylayapti. Bu yerda o'ta kuchli sog'inchni ko'rmadim. Ikkinchi variant, sizni sog'indimi degan savolimizga, albatta sizni sog'indi. Bu yerda o'ta kuchli sog'inch yo'q, lekin oz miqdorda sizni qandaydir sog'inganligini aytyapti kartalarimiz. Va sizni o'ylayaptimi? Xayollarida bormisiz? Aqlingizdagi insonni xayollarida bormisiz? Birinchi variant, ikkinchi variant. Birinchi variantdan ko'ramiz. Aqlingizdagi insonni xayollarida bormisiz degan savolimizga, aqlingizdagi inson umid qilib o'tiribdi. O'ylayapti, xayollarida borsiz. Hozirgi paytda bu inson umid qilib o'tiribdi. Bu mendan ketib qolyapti va men ham uni tark etyapman. Munosabatlarimiz endi yaxshi holatga chiqarmikin degan o'y fikrlarda o'tiribdi. Siz ham uni kutishdasiz. Siz ham uni ko'proq o'ylayapsiz. Siz ko'proq bu yerda ko'rayotgan inson, ko'proq o'sha insonga talpinyapsiz va uni kutishda o'tiribsiz. Aqlingizdagi insonni o'zingiz ko'proq o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Va u inson ham sizni o'ylayapti, lekin o'ta yuqori darajada o'ylayotgani yo'q sizni. Ikkinchi variant bu yerda qandaydir sizni o'ylayaptimi degan savolimizga, albatta o'ylayapti. Siz u bilan urushgan paytlaringizni, unga qattiq gapirgan gaplaringizni ko'proq o'ylab, qandaydir o'sha inson tushkunlikka tushib qolyapti. Bu meni nima deydi, odam o'rnida ko'rmaydi. Agar urushib qolsak, meni umuman tensamaydi va bu yerda shunaqa holatlar bo'lganga o'xshaydi. Ikkinchi variant, siz unga qattiq gapirgan bo'lishingiz mumkin, dilini og'ritgan bo'lishingiz mumkin. O'shani hisobiga bu inson sizni yomon taraflaringizni ko'proq o'ylayapti. Endi aqlingizdagi inson urushib qolgan bo'lsangiz yoki gaplashmayotgan bo'lsangiz, gaplashasizmi? Aqlingizdagi inson bilan gaplashasizmi? Shu kunlarda gaplashasizmi? Muloqot bo'ladimi? Gaplashasizmi? Birinchi variant, ikkinchi variant. Gaplashasizmi?
Albatta qandaydir gaplashishingizni kartalarimiz aytyapti. Suhbat bu yerda suhbat bo'ladi va qandaydir gaplashishingizni aytyapti. Ikkinchi variant bu o'ylovda o'tiribdi. Gaplashasizmi degan savolimizga sizdan kutyapti. Hamma narsani siz o'zingiz qilishingiz kerak. Bu inson mag'rur holatda, egilmagan holatda o'tiribdi. Siz o'zingiz telefon qilishingizni, SMS yozishingizni o'zi kutib o'tiribdi hozirgi paytda. Endi aqlingizdagi inson sizga xiyonat qilyaptimi? Aqlingizdagi insonni xiyonati bormi? Aqlingizdagi insonni xiyonati bormi? Aqlingizdagi insonni xiyonati yo'q, chunki bu inson qo'rqoq inson. Qandaydir qo'rqyapti. Agarda men bu insondan ketib qolsam yoki bu insonga xiyonat qilsam, ochiq eshiklarim qayta nima deydi, yopilib qoladi deyapti. Hozirgi paytda u insonga qachon borsam ham quchoq ochib kutib oladi. Agarda xiyonatimni sezib qolsa yoki xiyonat qilayotganimni bilib qolsa, eshiklarni men tomonga yopadi degan qo'rquvlari bor. Va bu inson qandaydir hozirgi paytda qo'rquvlari bor, hadigida turibdi. Hozirgi paytda xiyonatini ko'rmadim. Ikkinchi variant, xiyonat qiladimi sizga? Xiyonat qilyaptimi degan savolimizga ikkinchi variantdagilar mana shu xiyonat tufayli urushib qolgan o'rtoqlarimiz ham bor bu yerda. Xiyonat qilganini siz sezib qolgan bo'lishingiz mumkin. O'sha sababli ozgina munosabatinglarga dars ketgan bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda xiyonat qilyaptimi degan savolimizga hozirgi paytda xiyonatini ko'rmadim. Ikkinchi variantda ham. Lekin mana shunaqa qizg'onchiqlik, siz ko'p rashk qilganmisiz yoki u rashk qilganmisiz, shu to'g'risida urushib qolgan bo'lishingiz mumkin. Kartalarimiz shuni ko'rsatyapti. Va bu inson bilan baxtli bo'la olasizmi? Bu inson o'ylagan insoningiz sizni taqdiringizmi? Taqdiringiz billa bo'ladimi? Bu inson bilan taqdiringiz bittami? Bu inson bilan taqdiringiz bittami? Oho, birinchi variant. Taqdiringiz bittami degan savolimga bu yerda nikoh, to'y, bu inson bilan yangilik, xushxabar kelyapti. Sizga turmush qurish taklifini berish ehtimollari ham bu yerda yuqori chiqdi. Bu yerda to'y, nikoh, sizni qandaydir nima deydi, to'y qilib olib ketish. Agarda siz uni xufiyona yuradigan insoni bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqangidir sizni hech kimga bildirmasdan o'sha ikkinchi xotinlikka olish, shunga o'xshagan kartalarimiz tushyapti. Bu yerda xursandchilik, taqdiringiz qandaydir uzilib keta olmaydi. Birinchi variant, taqdiringiz oxiri to'y bilan yakunlanishini aytyapti. Ikkinchi variant, taqdiringiz bitta bo'ladimi? Ikkinchi variant, taqdiringiz bitta bo'ladimi? Albatta bu yerda ham taqdiringiz bir bo'lishi bor. Siz ko'p urushsangiz ham, ko'p janjallashib qolsangiz ham, yana bu yerda munosabatlar qayta davom bo'ladi. Hali beri taqdiringiz uzilib ketmaydi deyapti ikkinchi variantda ham. Rahmat hammaga.